Ishtiga shuni niydan tiqib teshib turib, mana siqib paxtaga mana qonni olib tashlasangiz, shunda bittada boshoqroq qolib, daninasi joyiga tushib, ko'zi shunday ochiladi. E'tibor berishingiz kerak-da, tushunasizmi? Har bir narsani joyi bor, nuqtasi bor, qonun qoidasi bor qizlar. O'sha nuqtaga yaxshi ta'sir qilish uchun, o'sha sizda zo'r bittada ta'sir qilish uchun, mana qizimizga ham qo'ydik boshiga. Boshim urardi, qo'ydi desa, qo'rqaman deb, oxiri joni o'tgandan keyin qildirdi. Mana boshim yutib yuradigan qiz. Qancha kapelnikka oldi, bir tele foydasi bo'lgan. Aytdim, desam, qilasan, o'zing bilasan, joning o'tsa kelasan dedim. Baribir keldi. İshoning shunda o'tirdi. 3 tagina qo'ydim bo'ldi. Men hali bosh og'riyaptimi? Yo'q. Prosta qizlar joyi bor. Joyi bor. Har bir narsani joyi, o'rni bor. To'g'ri tushuninglar bu narsani. Hamma qo'yaman, hamma qilaman deveradi. Imенно joyiga qilsangiz, sizda shunaqa ko'proq effekt bo'ladi. Menga ishonch sizlarga tochkalarni ko'rsatib o'rgatyapman. Чтобы ertaga sizlar o'sha